ochib ko'rsalaring, sizlar bilan tuziladigan shartnoma qandayligidan tortib, bankimizda bugungi kunda qanaqangi kreditorlar borligicha yozib. Qanday qilsalaring qanaqa kredit bo'ladi, qanday qilsalaring qanday bo'ladi, qanaqa biznes g'oyalaring bor, unga nima qilib, qanday qilib kredit olib, o'sha biznesni rivojlantirsa bo'ladi degan savollaringga to'liq javoblarimiz bor. Bugungi kunda mana siz kreditda bor 30 million yopgani kelsiz, to'g'rimi? Agar 30 million vaqtida to'lab shu paytgacha yopgan bo'lsangiz, sizga bankimiz tomonidan 36 oyga 6 oy imtiyoz davri bilan moliyaviy ommabop degan kreditimiz bor. Ayol tadbirkorlarga 24%, erkak tadbirkorlarga 25% dan naqd pul ko'rinishida beradi. Bu oldingi olgan 33 million so'm kreditingizni vaqtida o'z vaqtida yopgan bo'lsangiz bo'ldi. O'sha tadbirkorligingizni yanada rivojlantirish maqsadida naqd pulda beriladi. O'zingizni band qilasiz, soliqdan o'tib, may soliq.uzdan o'zingiz band qilsangiz bo'ladi. Bo'lmasa soliqdan borib o'zingiz band qiling. Yerda band berishadi. 375 ming so'm soliqqa pul to'laysiz, o'zingizni band qilasiz. Kreditingiz vaqtida yopgan bo'lsangiz, sizga 50 million so'm naqd pul berilishi mumkin. Bu bizda jismoniy hamda yuridik tadbirkorlik yaratilgan naqd puldagi kreditlarimizning bitta turi. Ana endi agarda yakka tartib tadbirkor, korxona, firma, fermer xo'jaligi, mas'uliyat cheklangan jamiyatni ochgan bo'lsangiz, unaqada siz o'sha firma korxonangiz nomiga ham 24%, 25% dan bizni naqd pulda yoki pul tushirgan kreditlardan foydalanishingiz mumkin. Bunda 18 oydan boshlab 36 oygacha bo'lgan har xil turdagi kreditlarimiz bor. Ishchi o'rni yaratganingizga qarab olaverasiz. Ya'ni bitta ishchi o'rni yaratsangiz yakka tartib tadbirkorsiz 1% yoki 0.5% to'kada, bittadan ikkitagacha, ikkitadan to'rttagacha 1% gacha, 5 tadan 6 tagacha firmalarda bo'lsa 1% gacha, bo'lmasa yakka tartib tadbirkor bo'lgan bo'lsa 2.5-3% gacha ana shu foizini kamaytiradi. Nima degani? Siz kelib o'sha korxonangizga ikkita ishchi o'rnini soliqdan o'tkazib ishga olatirgan bo'lsangiz, bizga o'sha ma'lumotlarni taqdim qilasiz. Biz o'sha ma'lumotlar asosida sizga berilgan kreditimiz foizni kamaytirib beramiz. Siz amalda 24% kredit olayotgan bo'lsangiz, endi o'shanda 21% kamaytirib olishingiz mumkin. Tushunyapsizmi? Shunaqa.